Assalomu alaykum. Abdulhaydar o'zi kuzatuvchilar, mana bu holatda marhamati darvozasi. Marhamati darvozasini suvarka bo'layotgan jarayoni eni 347 bo'lgan, adashmasam, bo'yiga 3,5. 12 ga 8 qo'yib berganmiz. Asli 12 li shiveller bilan buni puli bir xil. Ozmoz aqabaqa bo'lishi mumkin, lekin pashti bir xil. 3-2 stenka toza, mana stenkasi ko'rib turibsizlar. Inshaalloh. Buni 12 ga 8 qo'yib berishimiz sababi devorlarga gidete tosh terdirarlar, mana shu yoqgacha. Tosh terarlar. Tosh terganlar hisobiga, so'kil qilganlar hisobiga 12 ga 8 qo'yganmiz. Bu yoqlari 12 li rossiyskiy bezolov bo'lgan shiveller. Ramka 8 ga 4 2,1 stenka bo'lgan. Polni hamma yo'g'i. İçlari 6 ga 4 1,5 stenka bo'lgan. Mana. Xudo xolasa. Pochinneli shanner 1 2 3 ta. Pochinneli 38 li 40 li oralig'ida chiqadi. Shannerdan 3 ta qo'yganmiz. Xudo xolasa. Darvozamiz suvarka bo'layotgan jarayon chechen fason deyiladi buni. Mana bu esa qo'qonli darvozasi. Mana qonat. Xudo xolasa kuzatishni davom etasizlar. Buni obzorlarni tashlab o'tamiz. Xudo xolasa o'ta idealni chiqadi. Polni full variant chiqadi. Kuzatishni davom etasizlar. Charchamanglar.